Barchaga salom obunachlar. Sizlar bilan men Dark Gamer. Bugungi video mana shu kanalda bo'ladi. Mana kanal havolasi bor. Do'stim tashlagan edi mana. Kanal havolasi bor. Qo'shilasizlar va serverga kirasizlar. Server mana. Hozir men ham shu serverga kiryapman. Sizlar ham kiringlar. Men bilan o'ynanglar. Ovozimga ahamiyat bermaysizlar chunki biroz shamollab qolibman. Shu hozir meni skinim chiqadi. Yo, bu emas. Aslida mana shu meni skinim. Mana ismi. Mana shuni mana 3 kishi bor ekan. Hozir kirib o'ynayman. Bu serverda hali bo'lmagan edim. Aslida boshqa serverda video olmoqchi edim, lekin serverni yaratgan odam offline ekan. Serverda men ancha kuchaygan edim. Kuchli bronya bor edi, lekin o'xshamadi. Hozir mana kirib olsa bo'ldi. Nimagadir kirmayapti. Hozir boshqatdan kirib ko'raman. Bu akkauntli bo'lishi ham mumkin. Yo, akkauntli emas ekan. Minecraft akkaunt ochmagan edim, shunga kirmadi deb o'ylayapman. Hozir kirsa bilib ko'ramiz. Like va obunani bosib qo'yinglar. Keyingi videolarimni ham kutinglar. Ba'zida shu dushanbadan shanbalargacha video olishim mumkin yoki faqat yakshanba kuni olishim ham mumkin. Bu meni birinchi videoyim. Keyingi videolarda cheksiz lava va cheksiz suvlarni ko'p narsalarni o'rgataman. Bilmaganlar bilib oladi. Hozir mana kirdi. Mana bu eski tanishim edi. Qotayotganiga e'tibor bermaysizlar chunki qayerdadir ko'p buyumlar bo'lsa kerak. Mana shu yerda mana shu server faqat biroz telefonimning xotirasi 64 bo'lgan uchun biroz qotyapti. Mana shu yerda PvP joyi. Shu shalterni ochib ko'ramiz hozir. Nimagadir ochilmayapti. Hammasini
Hammasini olib olamiz hozir. O'yinchilar bir urmasa yaxshi edi. Hozir PvP'dagi shalkerlari hammasini olib, keyin videoni davom ettiramiz. Shu anuni biroz kattaroq qilishlari kerak edi. Hozir barcha shalkerlarni ichini bo'shatish kerak. Tezda yopilib qolishini sababi menimcha o'yinchilar ko'p tegmasligi uchun shekilli. Biroz bu vaqt olishi ham mumkin. Mana doim ochilib yopilaverishiga biroz bu vaqt oladi. Shu 2-3 ta narsani olsam bo'ldi. Doim qotadi. Ha, bo'ldi, endi buni tushundim. Bu hech qachon tugamaydi. Har doim shunaqa turaveradi. Mana bu yoqda nimadir bor shekilli. Bu yoqdan asosan shuni olish kerak. Mana buni olish kerak asosan. Keyin shamolni olish kerak. Wind charging. Ana. Bu hech qachon tugamaydi bular. Bu juda ham tez yangilanayotgani uchun biroz qotishlar bo'lyapti. Mana biroz endi qotmayapti. Spawnga borish, mine'ga borish. Mine yaqinda bo'lsa kerak, shunga telefon qotishi ham kuchli. Minecraftda birinchi bo'lib boltadan ko'ra kirkani yasash kerak. Nimagadir qazilmayapti. Yo, bu xato bo'lsa kerak. Yo, bu yerda serverni yaratgan odam yo'q ekan. Aslida bo'lish kerak edi. Mana shu bedrockni ostida qazishni man qiladigan blok bo'lsa kerak.
Şu yerda mana bu yerda ham yana nimalardir bo'lish kerak edi. Lekin bu yoqda hech nima yo'q ekan. Mana. Nimagadir xatolik bo'lyapti shekilli, qazib bo'lmayapti. Yoki mayinga borish kerak. Mana mayin. Lekin bu yerda qazishning imkoni yo'q. Men hali yana boshqa serverlarga ham kiraman, yana o'zim ham video olaman o'z olamimda. Bu biroz yaxshi ishlamayapti shekilli. Ha, bo'ldi. Menimcha bunda sehrlangan bo'lish kerak ekan. Hozir lapis lazurit so'rab ko'ramiz. Ya'ni bu narsalarni sehrlash uchun. Ba'zida bu xato bo'lib ketadi klaviatura. Qotishlarga e'tibor bermaymiz. Mana hozir berishlariga yo'qki ko'ramiz. Hozir server yomon qotyapti. Bu mana eski tanishim edi. Faqat hozir u mana men serverni almashtiraman shekilli. Yoki boshqa serverda boshqatdan video olaman. Mana doim urushadi, mana aslida tanishmaydi. Mana server qotyapti. Bu serverda faqat ko'karib qiladi shekilli. Bu uzoqdan urayotgandek bo'ladi, lekin meni internetim qotayotgan bo'ladi aslida. Balaqdan yiqildi. Mayli, men boshqa serverda video olaman.